oyoq toyda qolib ketishligi aniq. Chimolilar yuradigan vodiyga kelgan paytda bir chimoli qavmini ogohlantirdi. Sulaymon alayhisalom eshitdi buni. Demak, hasharotni gapirgan so'zini eshitib tushunganligidan bilamizki, Sulaymon alayhisalom hasharotlarning ham tilini bilgan. To ular chumolilar vodisiga yetgan vaqtlarida bir chumoli, "Ey chumolilar, uyalaringizga kiringlar. Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib, yanchib ketmasinlar" degan edi. Nihoyatda bir ibratli nuqta. Ha, bo'pti, chimali aytibdi, kiringlar debdi, bo'ldi. Shumi? Yo'q. E'tibor beradigan narsa shuki, chimali kichkina haqir jonivor Sulaymon alayhisolamning qo'shini kelayotganida o'zini qavm uchun xatarni sezdi. Yugurib keldida g'amini qilyapti. Zamona